İnsanlarning şəxsiyiti, ئەخلاقى, مەسئۇلىيتى və ھوقۇقى. Aptori doktor Memtimin. İnsanlarning şəxsiyiti, yəni şəxsi sırrı deganimiz, hər bir insonning o'ziga təvə bo'lgan, boshqalarning bilishini xolamaydigan va boshqalar bilan bevosita munosabati bo'lmagan o'zgacha sonliq ma'lumot va uchurlar bo'lib, uning konkret mazmunlari va yoki nimaning insonning shaxsiyati, shaxsiy siri doirasiga kirdiganligi o'xshamagan davrda, o'xshamagan jamiyatda, o'xshamagan jins, o'xshamagan yosh va o'xshamagan orqa ko'rinishdagi insonlarda o'xshash bo'lmaydi. Nurg'un davlatlarda insonlarning yeshi, jinsiy turmushi, diniy e'tiqodi, sog'lomlik ahvoli, badandagi ruhiy, jismoniy ojizliklar, kirim ahvoli, hatto urug' tuqqan, yaqin do'st birodarlar bilan o'tkazgan shaxsiy suhbat mazmuni qatorliqlarning hammasi shu insonning shaxsiyatiga, shaxsiy siriga tava. Bundaq deganlik bularni hech kim bilsa bo'lmaydi deganlik emas, biroq shu shaxsning roziligi va qonuniy majburiyatning sirtida boshqalarning bilish haqqi yo'q va yoki bildiganlarning ularni shu shaxs uchun maxfiy tutish majburiyati bor deganlik. Bir insonning shaxsiyati, shaxsiy siri shu insonning g'urur va haq-huquqining muhim bir qismi bo'lib, uning hurmat qilinishi, qilinmasligi shu jamiyatdagi insonlarning axloq fazilati, mas'uliyatchanligi, qonun engi, qonun tuzumning mukammal va odilligi bilan zich munosabatlik. Axloq fazilat deganimizda asosligi universal axloq fazilat va kasbiy axloq fazilatni ko'zda tutadi. İnsanlarning universal axloq fazilati har bir insonning o'sib yetilgan oila, maktab tarbiyasi va shu inson yashayotgan ijtimoiy jamiyatning universal saposi bilan zich munosabatlik. Kasbiy axloq bo'lsa, har bir insonning shug'ullanayotgan kasbiy aloyidaligi, mas'uliyatchanligi, qonun engi, butkul jamiyatning universal saposi va u jamiyatdagi qonun tuzumning mukammalligi qatorliq omillar bilan zich munosabatlik. Ko'pincha ahvollarda insonlar yuqorqi ikki xil axloq, fazilat va qonun tuzumning o'rtaq kontrolligida mashg'ulot elib bordi. Bizning an'anamizda doktor bilan satrash eng hurmatga sazovor kasblarning biri bo'lib, bu ikki kasb nisbatan eng yuqori darajada kasbiy axloq talab qiladigan kasb hisoblanadi. Sababi, bizning ularga hojatimiz tushganda, biz ularga yolg'iz pulimizni emas, balki o'z hayotimizni omonat qilamiz. Shu sababdan bu kasb bilan shug'ullanuvchilar tarixdan beri xalqimiz orasida hurmatga sazovor bo'lib kelgan. Hammamiz bilgandek, har xil kasblar bilan shug'ullanuvchilar ichida tibbiy xodimlar balki insonlarning eng ko'p, eng ajallik shaxsiyatlarini, shaxsiy sirlarini bilguchi hisoblansa kerak. Bemor o'z kasalini amal qilib tezroq saqaytish uchun tibbiy xodimlarni amal bor ko'p uchurlar bilan ta'minlashga tirishsa, tibbiy xodimlarmi bemor giribdor bo'lgan kasalga to'g'ri diagnoz qo'yib, vaqtida davolab saqaytish uchun amal bor bemorlarga munosabatlik ko'p uchurlarga erishishga tirishadi.
Bu maqsadga yetish uchun tibbiy xodim bilan bemor orasida o'zaro ishonch bo'lishdan boshqa eng muhimi tibbiy xodimlar bilan bemorlar orasida insoniy haq-huquq barobarligi bo'lishi kerak. Tibbiy bilim jihatdan mutlaq ustunlikni egallagan tibbiy xodimlar bilan tibobat jihatda ko'p bilimi bo'lmagan bemorlar orasidagi insoniy haq-huquqning barobar bo'lishiga kapolat qiladigan narsa dal shu kasbiy axloq bilan tibbiy xodimlarning kasbiy qonuniy mas'uliyati va bemorlarning qonuniy haq-huquqidir. Ya'ni, mundaqcha qilib aytganda, tibbiy xodimlar o'z kasbiy axloqiga qat'iy bo'ysunib, o'zining kasbiy va qonuniy mas'uliyatini ado qilish, shuning bilan bir vaqtda bemorlar o'zining qandoq haq-huquqi borligini va uni qandoq qo'g'dashni bilish kerak. Amerikaning bemorlarning shaxsiyitini, shaxsiy sirini qo'g'dash jihatda tibbiy xodimlarga qo'ygan qonuniy tuzumi nihoyat qattiq bo'lib, har qanday tibbiy xodimdan bu jihatda har yili bir qitim maxsus leksiya anglab, kichik tipdagi imtihon berish talab qilinadi. Har qandaq bir tibbiy xodim har qandaq sabab bilan bemorlarning ruxsatisiz bemorning shaxsiy sirini oshkorlab qo'ysa, $100 $250 $250,000 orasida jarimani to'lishi, hatto qo'lga ilinib jazolanishi mumkin. Shu sababdan normalda bemorning ahvolini faqat bemorg'ili deydi. Balog'atga yetmagan bolalardan boshqa bemorlarning kasallik ahvolini bemorning ruxsatisiz hech kimga, ba'zida hatto bemorning oilasiga demaydi. 2010-yili men ishlayotgan doktorxonadagi bir doktorning ehtiyotsizlikdan kompyuterdagi 6800 bemorning kasallik ahvoli to'rga chiqib ketgan ekan. Onunluq uchun doktorxona $4,8 million jarimani to'lagan edi. Bemorlar o'z haq-huquqini qanday qo'g'dashni bilganda va yoki tibbiy xodimlar o'z huquqini suiiste'mol qilib, kasbiy axloqqa xiloflik qilganda, bemorlarga zarur bo'lmagan moddiy, jismoniy va ruhiy azoblarni elib kelishi mumkin. Bundaq ahvol ostida, agar qonun o'z rolini joriy qildirmasa, jamiyatda o'zaro ishonch ig'ir darajada tahdidga uchrashi mumkin. Amerikaning Michigan shtatida bir doktor o'zining huquqini suiiste'mol qilib, kasbiy axloqqa xilof holda 553 nafar dori bilan davolash zarur bo'lmagan rak kasali bemorlar bilan, hatto rak kasaliga giribdor bo'lmagan bemorlarni uzun mazgil rak kasali dorilar bilan davolab, sug'urta shirkatlaridan jami $17,6 million pul olgan ekan. 2015-yili u doktorning bu qilmishi fosh bo'lib, sug'urta shirkatlaridan olgan $17,6 million pul qaytarib olingandan sirt, uningga 45 yillik qamoq jazosi berilgan. Bir jamiyatda, hatto bir guruh kishilar orasida inoqlik barpo bo'lish bo'lmasligi, shu jamiyat va yoki shu guruhdagi kishilarning axloq fazilati, insonlarning shaxsiyiti va g'ururining hurmatlanmasligi, insonlar orasidagi o'zaro ishonch qatorliq omillar bilan zich munosabatlik. Ko'pinchimiz insonlarning g'ururi va shaxsiyati, shaxsiy siri hurmatlanmagan, hatto xohlagancha oyoq osti qilingan bir davr va bir muhitda o'sib yetilganligimiz uchun bizning bu jihatdagi uqum va ong saviyamiz xeyli to'van.
biz yalğız özümüzning şəxsiyyətimizni və yoki şəxsi sir, haq huquqimizni qandaq qoğdashni bək bilib ketməyli qalmasdın. Hətta nemening şəxsiyyətimiz, şəxsi sirimiz boldiganligini, uning qonunda qandaq qoğdildiganligini bək bilib ketmaymiz. Həm başqalarning şəxsiyyətiga, şəxsi sirga uncha hörmət qilmaymiz. Bala kəs qeyrindaşdın deb, hətta bizning şəxsiyyətimiz, şəxsi sirlarimiz dal shu atrofimizdagi yaqinlarimiz tarafidan xohlagancha dafsanda qilindi. Biz ba'zida boshqalarning nuqsonlarini chaqchaqqa aylantirib, boshqalar orasida so'zlab, o'zimizni va boshqalarni xush qilishga urinsak, yana ba'zida ular yo'q yerlarda ularning kamchiliklarini cho'ng bir xabar qatorida quruq paranglarimizning bir qismiga aylantirib olamiz. Bizda izzat o'zdan, kivaz kuzdan deydigan bir at so'zi bor bo'lib, izzat topayli desak, oldi bilan cho'qim boshqalarni izzatlashni, boshqalarning shaxsiyatiga hurmat qilishni bilishimiz kerak. Hurmat degan boshqalar tarafidan beriladigan narsa. Samimiyatlik degan qadrlaydigan narsa. Ishonch degan o'zimiz erishadigan narsa. Sadoqatlik degan boshqalarga qaytiradigan narsa.